Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar. Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan bugun siz aziz kitobxonlarga Xitoy yozuvchisi Yuxua tomonidan yozilgan Yashamoq asari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu asar inson hayoti, taqdir va yashash uchun kurash haqida hikoya qiluvchi ta'sirli asardan biridir. Asarning bosh qahramoni Fuguyi ismli inson bo'lib, u yoshligida boy oilada yashaydi, ammo noto'g'ri yo'llar va qimor sabab butun boyligini yo'qotadi. Shundan so'ng uning hayoti qiyinchiliklarga, sinov va yo'qotishlarga to'la bo'ladi. Asarda Fuguyining turmush o'rtog'i Jiasxin, farzandlari Fenseya va Youqinning kabi qahramonlar orqali oilaviy mehr, sabr va insoniylik tuyg'ulari yorqin tasvirlangan. Voqealar davomida urush, ocharchilik va og'ir hayot sinovlari inson taqdirini qanday o'zgartirishi ko'rsatib beriladi. Asarning eng ta'sirli jihati shundaki, qahramon ko'plab ayriliq va musibatlarni boshidan kechirsa ham yashashda voz kechmaydi. Muallif inson qalbining chidami va umidini juda ta'sirli tarzda ochib beradi. Yashamoq bu hayotning achchiq haqiqatlarini aks ettiruvchi, kitobxonni chuqur o'yga toldiruvchi asardir. Asarni o'qir ekansiz, inson hayotining qadriga yetishi, yaqinlarni asrab avaylashi va har qanday sinovga sabr bilan qarshi kelishini his qilasiz. Hayot insonni sinaydi, ammo yashash uchun inson qalbida doim umid bo'ladi. Siz aziz kitobxonlarni ushbu asarni o'qishni tavsiya etamiz.